O'zbek shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin topgan Shohruxxon haqida muhim xabar tarqaldi. San'atkor oilasida tug'ilgan, 3 yoshida sahnaga chiqqan va Asal Shodiyevaning qalbini zabt etgan Shohruxxon 40 yoshda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videorolikimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xonanda Shohruxxon Yo'ldoshev o'zbek shou-biznesining yoqimtoy xonandasi deya ta'riflanadi. Xonandaning deyarli barcha qo'shiqlari xit darajasiga chiqadi. Noodatiy imiji esa doimiy muxlislarga manzur keladi. Ijodkorlar oilasida ulg'aygan Shohruxxon Yo'ldoshev bu yil 40 yoshni qarshi oladi. Shohruxxon va ukasi Shuhrat bolalik paytlarida ota-onasi ajrashgan. Zebo Navruz va farzandlariga ham ota, ham onalik qilgan. Rejissyor qiyin kunlarni katta va o'rtancha o'g'li ko'rganini aytib, hayotida og'ir moliyaviy kunlar bo'lganini yashirmaydi. Zebo yosh ona bo'lgan davrlarida uyda yeyishga non topilmagan holatlarni eslab, farzandlariga buni bildirmaslik uchun yolg'on jazolar o'ylab topgan. Zebo Navruz va ishdan charchab uyga kelganida muzlatkich bo'sh bo'lgan holatlar ko'p bo'lgan. Farzandlarimdan biri o'smir, boshqasi hali juda kichik edi. Ba'zan pul topolmay qotgan nonni quritib suxarik qilib berganman. O'sha payt ichimdan yig'laganman, deydi aktrisa. U bolalariga pianino chalib bermading, she'rni yod olmading, gammani yetarlicha chalganing yo'q kabi bahonalar bilan ovqat tayyorlamaganini aytib, ularni yolg'ondan jazolagan. San'atkor bu holatlarni uyalib yoki faxrlanib emas, hayotda bunday sinovlar bo'lishini ochiq tan olib aytadi. Shohruxxon kliplarining birida aktrisa Asal Shodiyeva bilan hamkorlik qilganidan so'ng ular orasida turli mish-mishlar tarqala boshlandi. O'sha paytlarda kinoijodkorlarning ko'pchiligi yozgi oromgohda to'plangan. Aynan shu kunlarda Shohruxxonning onasi Asal Shodiyevani yaqindan tanib, kelinlikka loyiq deb baholagan. Bu haqda Zebo Navro'zovaning o'zi so'zlab bergan. Asal bilan 1-marta yozgi oromgohda yaqindan tanishganman. Ilgari munosabatim salomalikdan nariga o'tmagan. Xullas, o'sha tadbirda hamma o'zi bilan ovora. Men esa kelganlar orasidan kelin izlashni boshlaganman. Shu payt Asalga ko'zim tushdi. Xudo o'zi ko'nglimga solganmi bilmayman, nima qilay, shu qizga qaraverganimda keyin o'zimcha oydaygina qiz ekan, odamlar bekorga gapirmas ekan, Asalni kelin qilib qo'ya qolsam bo'larkan deb o'ylab qo'yganman. Eng qizig'i, o'sha tadbirda qaynonalardek uni nima ish bilan bandligi, nimalarga qiziqqanini poylaganman. Kechki payt hamma guruh bo'lib yig'ilib kuy qo'shig'i aytish bilan band bo'lsa, u xonasiga kirib kitob o'qirdi. Bir zum bo'sh vaqtini behuda sarflamasligi e'tiborimni tortdi. Ana o'shandan keyin unga bo'lgan mehrim yana ham oshgan. Ertasiga o'g'limga qo'ng'iroq qilib, men senga zo'r qiz topdim deganman. U esa oyi, o'sha yerda ham tinch yurmang, atrofingizda faqat artistlar-ku, kim ekansiz topgan qiz deb so'radi. Men esa ha, shu artistlarning ichida topganim Asal Shodiyeva dedim. U to'satdan voy dedi. O'sha bir so'zning ohangidanoq o'g'lim allaqachon Asalga ko'ngil qo'yganini sezgandim. Men bu yerda jon kuydirib kelin izlasamu, u hamma ishni pishitib qo'ygan ekan. Shunday qilib bir vaqtning o'zida ikkimiz ham bir nomzodni ko'z ostimizga olib qo'yganmiz. Shunday qilib bir kun qo'ng'iroq qilib, oyi tayyorlanib turing, mehmonga boramiz deya sovchilikka yubordi. Shohruxxon hozirgi kunda 2 o'g'ilning otasi, uning Muhammad Yusuf va Baxtiyor ismli farzandlari bor. Ona va farzand qilgan orzularimiz ancha ortig'i bilan ushaldi. Esimda, chamasi 4 yoshda edim. Onam qo'limdan ushlab ro'paralariga o'tkazib, sen kelajakda zo'r qo'shiqchi bo'lishingni xohlayman derdilar. O'sha holat esimda qolib ketgan. 14 yoshimgacha qo'shiq aytish yoki aytmasligini bilmay yurganman. Mana hozir esa bir nechta konsertlar berdik. Qo'shiqlarimiz muxlislarga manzur bo'ldi. Orzularimizga erishdik, deydi Shohruxxon. Orzulari haqida gapirar ekan. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.